Ezop haqida. Ezop taxminan miloddan avvalgi 640-560 yillarda, eramizdan avvalgi yillarda o'tgan odam ekan bu. Frigiyalik donishmand Ezopning peshonasiga taqdir qullik qismatini bitgan edi. Ezop ijodining eng gullagan damlari miloddan avvalgi 600-yillarga to'g'ri keladi. Tarixiy manbalarga ko'ra Ezop 400 ga yaqin masal bitgan. Ezopning nomi birinchi marta 5-asrlarda Herodot degan odam asarlarida yo'l-yo'lakay tilga olinadi. Herodot Ezopning yetarlicha mashhur bo'lgan tarixiy shaxs sifatida tasvirlaydi va quyidagi 4 sifatni keltiradi. Birinchisi, Ezop masalchi edi. Ikkinchisi, u Samos orolida yashagan va Iadmon ismli kishining quli bo'lgan. Uchinchisi, Ezop taxminan miloddan avvalgi 560-yillargacha yashagan. To'rtinchisi, uni qandaydir sababga ko'ra Delfada o'ldirishgan. Endi Ezopning tiriklarga vasiyati bo'lyapti. Eng avvalo Tangrini munosib tarzda ulug'la. Keyin esa podshohini izzat qil. Chunki podshoh va Tangri hukmi tengdir. Ustozingni ota-onang qatorida hurmatla. Ota-onangni senga tabiat ato etgan bo'lsa, ustozing seni o'z ixtiyori ila sevadi. Shuning uchun undan 2 karra minnatdor bo'lmog'ing joiz debdi. Keyingisi, ertangi ishlar uchun salomatliging yanoqli va kuch-quvvating yetarli bo'lishini istasang, kundalik taoming sifatli va yetarli bo'lsin debdi. Keyingisi, bevaqt o'lim topmasliging uchun shoh saroyida eshitganlaring hammasi ichingda o'lsin debdi. Keyingisi, yoshing o'tib qolganda ilm olishdan uyalma. Zero hechdan ko'ra kech ilm olmoqlik afzaldir debdi. Keyingisi, puling ko'p bo'lsa quvonma, kam bo'lsa kuyinma debdi. Endi Ezop masallalari. Emishki, olov sanami Prometey loydan odam yasayotganda suv o'rniga ko'z yoshlardan foydalangan. Shu bois insonga kuch bilan ta'sir o'tkazishga urinish befoyda ekan. Insonni bo'ysundirish uchun imkon boricha uni yaxshi so'zlar bilan tinchlantirib, ko'nglini yumshatmoq va ishontirmoq darkor. Ana shunda har qanday kishida rahm, shafqat va mehribonlik tuyg'ularini uyg'otish shubhasizdir deyilibdi. Keyingisida bir hukmdor Ezopdan so'radi: ne sababdan donishmandlar boylarning huzuriga keladilar-u, boylar donishmandlarning huzuriga borishmaydi? Ezop shunday javob berdi: buning boisi shundaki, donishmandlar o'zlariga nima kerakligini yaxshi biladilar. Davlatmandlar esa bilishmaydi. Agar bilishganida mol dunyo g'amida yashamasdan donishmandlik paydo bo'lardilar debdi. Endi Zevs va ilon degan nimasi bor ekan. Zevs to'y qilayotgan edi. Hamma hayvonlar topganlarini
unga sovg'a qilib keltirishdi. Ilon ham gul tishlagan kuyida sudralib keldi. Zevs ilonni ko'rib shunday dedi: men boshqalarning sovg'asini qabul qilaman, ammo sening tishingdagi tuhfani olmayman. Masaldan xulosa shuki, yomon odamlarning yaxshiligida ham xatar bor. Endi qariya va ajal. Bir qariya o'rmonda o'tin kesib